Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi xursandchiligim, his-tuyg'ularimda umuman cheki yo'q. Bunga yarasha sabab bor, nima ekanligini yaxshi bilasizlar. Bilmaganlarga o'rgatqinglar nima ekanligini. 124 eng qizig'i bu mashinani tarixi juda uzun. Bu umuman bugungi obzor avtomobil uchun obzor emas. Bu mashina haqida qisqacha tarixini aytib bermoqchiman. Muaganda bu avtomobil Toshkentda birinchi qo'l desak ham bo'ladi. To'g'ri aytganimda, bu avtomobilni har kun davomida ko'rar ekanman, qayta ko'rsam-da, ishimdagi hissiyotlarim hech qachon o'lmaydi. Men uchun avtomobil olamida 124, mayli 124 deb olaylik. Imенно shu 124 keyinchalik balchokkalangan, balchokda krilolari qanaqa texnik tomonlar o'zgargan, lekin umuman selim olganda qo'shib aytganda 124 eng yoqtirgan kuzovlarimdan biri. Agar Bugattimi, boshqasimi, qaysi avtomobilni yoniga qo'yar ekan, men imенно albatta buni tanlayman. To'g'ri, hozirgi kunda savremenniy avtomobil olamida bu avtomobillar qanaqadir bo'lishi mumkin, lekin men sizlarga bitta narsa aytaman. Agar bu avtomobilga nisbatan odamlarda fokusi bo'lmas ekan, demak, avtomobilni yaxshi ko'rmas ekansiz. Даже BMW fanatimi, Audi fanatimi imенно mana shu Mercedesga alohida e'tibor berishadi. Imенно shu modellar yadiga 124 ga. Kimlar aytadi? 124 taksiga chiqqan, boshqa bo'lgan, taksiga chiqqan bo'lishi mumkin, lekin baribir bunaqa texnologik avtomobil boshqacha qilinmaydi. Eng qiziq mashinaning yili 89-yil. Motorini aytaymi. O'zi agar obzor ko'rgan bo'lsalaring, nechadir oy oldin ushbu avtomobilni mashina bozorida obzor qilgandim. Aytgandim, eslagan bo'lsalaring, ushbu avtomobil majburlikdan akam sotyaptilar degandim. Bu olib sotardi avtomobil emas, boshqa emas. Imенно 124 haqiqiy fanatini mashinasi bu. O'sha bir sotayotgan paytlar aytgan gaplar esimda. Hozir sotyapman, yuragim jizillayapti degan gaplari hozirgacha bor. Chunki bu Mercedesni men ham sotganman, sotgan paytim yuragimdan ichimdan nima o'tganlarini, his-tuyg'uni faqatgina avtomobilni yaxshi ko'rgan odamlarga tushunishi mumkin. Avtomobil egalariga eng qiziq qaytib keldi. To'g'risi qaytib keldi, men xursandman. Qanchadir vaqt o'tdi, menga сообщение tashlabdi, Kamoliddin deb video mana mashina qaytib keldi, bir ko'rasizmi dedilar. Mashinaga qaytib kelgandan keyin $4,500 mashinaga vложение bo'lgan. Mashinani hozir o'zim haydab keldim zaryolom mashinani. Atrofdagi odamlarda nigohlari bor-ku, umuman boshqacha. Umuman hozir 2025-yil. Lekin aytaman, har doim 124 haqida gapirgan paytlarimda his-tuyg'ularim oshib ketganda gapni yo'qotib qo'yaman. Salonlariga alohida e'tibor bergan, lekin mana shu jabralari. Agar jabralar qilinganmi? Ha? Lekin po vkusu qilingan, to'g'risi. Haqiqatan ham mana shu bevruz ko'rsatib bor jabralarni. Endi video davomida ko'rasizlar, jabralarni qaranglar. Yarashgan. Endi kolxoz emas, yarashgan, chunki oldin 90-yillar Toshkentga birinchi marta kelgan paytlarimda imенно mana shunaqa jabrali 124 ko'rgan paytimda voy deb havasim ketgandi. Salonlar alohida tema. Kuzovini ko'ringlar, mana kuzov. Mashinaga полный mehr berilgan. Eng qizig'i, mashina полностью полноприводный avtomobil. Kimlardir menga savol bergandi. Bu avtomobillar полноприводныйsi bo'ladi. Haqiqatan полноприводныйsi bo'ladi. Mana shu imенно 124 полноприводныйsi 3.2 lik motor. Adashmasam ot kuchi 180 yo 188 ot kuchi bor bunda. Lekin kim nima desa desin, bu avtomobil har doim kultivligiga qolgan. Jiyanim Behruzga ham yoqdi. Mashinani yoqdimi Behruz? Ha? Mana hozir 2025-yil. Hozir mana avtomobillar ko'ryapsan, Zikr, Lisan, yana bir narsa avtomobil. Ko'ryapsan-ku, to'g'rimi sen mashinalarni? Xo'p, bu mashina senga yoqadimi, yoqmaydi? O'zing to'g'ri fikringni ayt. Nima deb berasiz? Hozir saloniga o'tirding, boshqa qilmaydi. Mayli, tashqi ko'rinishda, mayli texnikasini bilmasliging mumkin. Bu hamma ham texnikasini bilmaydi. Masalan, men avtoblogger bo'lgan taqdirimda ham полноценный avtomobil texnik vопроslarini bilmayman. Tashqi tomonda necha baho? Mana общий ko'rinishi o'na. Zo'r, ha? Stilnimi? Vkusingga gap yo'q lekin. Shu kechda ketsang yaxshi bo'lasan. Mashinani qaranglar. Hozir endi bu akam bilan Farg'od degan ismlari, endi yuzlarini ko'rsatmaymiz.
Imini mana shu avtomobil bilan tanishib qolib aka-uka bo'lganmiz-da. Endi bitta gaplari hali ham esimda. Kamoliddin, agar mashinamni sotsam, agar sotish kerak bo'lgan taqdirga ham men sizga sotaman deganlar. Lekin shu gapni eshitib, to'g'risi men xursand bo'lganman. Nima deydi? Gapimni oxiriga yetkazib qo'y. Farhod akam birinchi marta mana shu mashina qaytib kelgandan keyin Kamoliddin mashina qaytdi, birinchi menga aytgan ekanlar. Lekin mana shu gapni eshitib men juda ham xursand bo'lganman. Mashinamni faqat sizga beraman deganlardan xursand bo'lganman. Bu har kim bu gapni ayta olmaydi. Keyin Spark'da olishimdan oldin endi Farhod akam chaqirdilar, keling, mashinani sizga beraman dedilar. Men aytdim, akajon, men o'sha sotilgandan keyin bu gap bo'lyapti. Endi bu avtoobzor istoriyasini aytayman sizlarga. Aka, pulim yo'q edi mashina sotib olishga deganimga biroz bitta gap aytdilar. Endi shunaqa mard inson borligidan men xursandman, avvalambor. Kamoliddin, sizga pulingiz bo'lmasa ham berib yuborardim, gaplashib ketaveramiz dedilar. Отдельный respekt. Mashinani egasiga Farhod akamga gap bo'lishi mumkin emas. Chunki bunaqa yurakda turgan avtomobilni hamma ham sizga beraman, keyinroq ham berasiz pulini degan odamlar juda ham son mingtadan bitta bo'lishi mumkin. Imini 124 ta haqiqatan ham yaxshi ko'rganim uchun akam aytdilar, o'zingiz minsangiz men xursand bo'laman. Lekin agar hozir ham mana shu turishida men shu mashinaga bilmadim, ishqim ketdi. Agar Alloh nasib qilgan bo'lsa, agar to'g'ri o'ziga yarasha agar bu mashinani agar men oladigan bo'lsam, xudo xolasa niyat qilganman. Yoqqan shu mashina menga. Bilmadim nimaga menga yoqqan. Imini agar olsam, agar proyekt qilgan taqdirimga mana shu svetini qoldiraman, Stalinoy svet, chunki original svetlardan biri. Ideya qanaqa? Ideya bo'ladi, bu просто muzeyni eksponat bo'lmaydi, o'rtoqlar. Полноценный, современный texnologiyalar bilan ichini polni boyitamiz. Sizin hammasi qoladi. Elektronika, motor, ходовой, korobkalarni polni, чтобы любой chiqqan payt ko'chaga borku, hozirga chiqadigan современный avtomobillar любойga javob beradigan avtomobil tayyorlaymiz, xudo xolasa. Faqat sizlardan bitta iltimos, meni videolarimni ko'ryapsizlar. Ko'p 99% odamlar videolarimni bez подписка ko'rar ekansizlar. Подписка bosinglar, yaqinlaringizga yuboringlar, kommentariy qilinglar. Negativlarni ham o'qiymiz, negativlar sizlarni yaxshi ko'ramiz. Shunaqa qilib qo'llab-quvvatlasanglar, xudo xolasa, albatta 124 nastoящий 124 olib turib proyekt qilamiz. Birgalikda qilamiz, boshidan oxirigacha nimalar bo'lyapti, nimalar qo'yapti. Bu niyat katta, endi hamma yaxshi biladi. Proyekt qilish uchun juda ham katta, yaxshi sarmoya kerak. Eng kamida men bilganim $20,000 dan boshlanadi. $20,000 bu yoqqa ketdi. Bu mashina pulidan tashqari. Imini bu mashinani yoqqani menga, mashina egalari menga aytganlar, mashina suyagi polni butun. Umuman olganda avtomobilda proyektga tayyorlangan avtomobil uchun mashinani butun bo'lishi juda важный narsa. Keyin ko'p kishi aytadi, endi sizlarga savol, bu Mercedes savrat qilgan yoki proyektga ko'proq tushunadigan aka-ukalar bor, videolarni ko'radigan ichida. Ko'p kishi aytadi, men o'zim niyatim 5.5 kompressor, imini shu 5.5 kompressor bilan 124 taxlamoqchiman, imini Valchok stilida. Ko'p kishi aytayapti, 2JZ, Toyota'niki, 1UZ, 1UZlik motor qo'ysang ham bo'ladi deyapti. Lekin bitta avtoblogerda obzorni ko'rdim, imенно 2JZ или 1UZ qo'ygan современный полный напичканный texnologiya bilan qo'llangan mashinani hamma narsa ishlashi chotki. Kommentar qo'yinglar. Qaysi motor 124 Valchok uchun самый topoviy bo'ladi, чтобы chiqqan paytimizda trassaga любой mashina bilan tashlashadigan. Даже endi Ferrari yoki Bugatti, Lamborghini emas, o'ziga yarasha ot kuchi hech bo'lmasa bir 500-600 ta ot kuchi bo'ladigan bo'lsa, shu bilan bellashadigan bo'lish kerak. Immindan men shunaqa avtomobil xohlayman sabrat qilishni. Sizlardan faqat kanalimga obuna bo'lib, like, podpiska, yaqinlarimizga ulashib qo'yishni umuman unutmaymiz. Avvalambor faqat Mercedesni yaxshi ko'radiganlarga mashinani yuborishni umuman unutmanglar hech qachon. O'rtoqlar, salonga alohida e'tibor berilgan. Rulni o'zimni fikrimni aytib ketganman, rulga nisbatan agar almashtirish kerak bo'lsa, rulni полноценный AM ga rul almashtirsa bo'ladi. Mashinaga mehr bergan o'rtoqlar, qaranglar mashinani. O'rtoqlar, kimlar uchun bu avtomobil eski bo'lishi mumkin, lekin kimlar uchundir bu haqiqiy san'at asari. Gaplarim isbot bilan qaysidir videoda shuna Germaniyani приложенияsi bor, menda ko'rsatgandim sizlarga Germaniya приложениясini. Imini 124 original versiyalari juda ham qimmat turadi. Buni bilganlar biladi qanaqa avtomobil ekanligini. Shuning uchun hozir bizlarda ichki bozorimizda sotiladigan
100 motorlarda 10 ming, masalan 7 ming, 8 ming, 15 ming dollarlarga narxlar chiqib qoladi-ku, qimmat deymiz. Reklama bo'lsa ham mana shu tomonda mayda plashatka bormi Behruz? Joy qolyapti mana. Mana shu yerda hozir men sizlarga европейский nimani приложениесini ko'rsataman. O'sha приложение skachat qilib turib, o'zlaring yoqqan avtomobil nafaqat Mercedes, bu приложение reklamasi bo'lib qolishi mumkin. Menga uni qizig'i, menga bu приложение uchun hech kimga yoki Yevropa pul to'lagan yo'q. Просто o'zlaring uchun zainteresovat qilib qo'yinglar, что Yevropada narx qanaqa. Endi har videolarimda aytaman, bizlar monopoliya davlatda yashaymiz. O'shaning uchun ham bizlarda avtomobillarda narxi juda ham qimmat. O'shaning uchun ham qimmat. Agar xohlardik bizlarda ham, lekin bu avtomobil Qozog'istonda ham yoki Tojikistonda ham yaxshi holatdagisi yaxshigina pul turadi. Chunki hozir masalan mashina sotadigan odam bo'lsa, arzimagan pulga berib yubormaydi endi. O'sha payt narx qo'yganimda, sotganimda hamma kritikovat qilgandi. Bu mashina bir marta bozorga chiqqan mana shu mashina. Bo'ldi, qaytib chiqmagan. Sotilgani ham sababi через знакомый tanish orqali sotilgan, yana через знакомый orqali qaytib kelgan mashina. Istoriyasi shunaqa. Bozorda sotilmagan lekin niyat qildim o'rtoqlar. Agar mashina egalari bilan kelisha olaman. Mana shu mashinaga ishqim ketgan, to'g'risi. Mana shu mashinani olgim kelyapti. Imенно mana shuni. Chunki bu mashinani suyagi butun menga yili неважно, 89-yil, mashinani yili 89, bu menga hech qanday rol, balkim 82 ham bo'lishi mumkin. Lekin men olganda mashinani sostoyanasi, holati men xohlagandayda, umuman. Kommentariyga yozib qoldiringlar albatta. Sizlardan so'rab qo'yaman. Mercedes yaxshi ko'radigan, keyin yaqin do'stlarimizga, kanallarimizga jo'natib qo'yamiz albatta. Sonlab gapirsa bo'ladi mashina haqida, lekin bu mashinani hozir har doim aytaman. Men xohlagan kontent O'zbekiston bizlarda Toshkent sharoitida sal qiyinroq. Sababini aytaman. Men bu mashinaga o'tirib turib, polnotseniy xarakteristikasini ko'rsatmoqchiman. Kamerani ichkariga joylashtirib, polni bosib ko'rmoqchiman. No, bizlarda nima bor? Kamera ko'p, nima bor? Palasa bor. O'shaning uchun ham qanaqadir xatolik yuzasidan mashina egasiga qanaqadir shtraflar kelib qolishini xohlamayman, avvalambor. Endi hozir mashina egalari vaqtlari tiqis bo'lgan holda bu avtomobilni obzorga menga berdilar. Mo'yga qilingan, top-toza, hamma joyi zo'r. Lekin buning uchun Farhod aka, bu videolarimni qayta ko'rishingiz mumkin. Men sizga alohida rahmat. O'zlarim o'sha yerda qarab turibdilar. Hurmatim har doim baland sizga. Kimki Mercedesga, nafaqat Mercedesga, umuman avtomobilga, shu eski avtomobillarga mehr qo'ygan insonlarni men vkusi bor insonlar deyman-da. Nima deydi? Avtomobilni haqiqiy tushunadigan insonlar deyman. Shuning uchun Mercedes-Benz bu kultiv avtomobil bo'lib qoladi. Buni hech kim o'zgartira olmaydi. Kimdir aytadi, "U unaqa. Bu bizga неважно." Kimdir mana shu ruschaga qo'shib gapirganimga qanaqadir aksent beribsizlar. Bu men video bloger, avtobloger. Bu televideniya emas o'rtoqlar. Bu свободное общение. O'zi rus tili bo'ladimi, o'zbek tili bo'ladimi, tojik tili bo'ladimi? Buni Alloh taolo bizga bergan. Shuning uchun qaysi tilda gapirsakda samimiy bo'lsak, birimizga nisbatan bu nur ustiga alondirib bo'ladi. Mercedesni haqiqiy yaxshi ko'radiganlarga like, kommentariy bosishni unutmaymiz albatta. Faqat meni Telegram, Instagramga obuna bo'lishni unutmanglar. Eng qizig'i bu Hyundai bo'ladi. Bu legenda emas, mana legenda o'rtoqlar. O'rtoqlar qaranglar. Mashinaga nima uchun buncha pul ketganligiga mana bular polni koja qilingan, mana bular qora qilingan. Kimlargadir qora salon yoqmaydi-ku. Meni eng yaxshi ko'rgan ranglarimdan biri mana mashinaning saloni bir qora bo'lgani yaxshi. Mana qarang, Alcantara, koja. Bu mayli. Umuman olganda 124 menga mana shu strogiy dizayni, mana shu klassik tablolari hozirgacha menga yoqadi. Mana kompyuterlashgan emas, hozirgacha yoqadi. Mana shu nimasida prikushatilda hamma поворотник, омывайка, dvornik, eng qizig'i dvorniki buni bitta. Eng yaxshi ko'rgan yoqadigan narsalardan bittasi bu. Bitta dvornik bez oynani artadi. Hozir haydab kelgan paytimga ham aytdim, mashinani mana obzori, mana 190 ga o'tirgan paytimda ham obzor. Mana hozir Spark haydab yuribman, obzor mana odamni ko'rmay qolaman yoki mashinani ko'rmay qolaman, lekin bundan siz obzorni har doim ko'rasiz. Buni Mercedes minganlar juda ham yaxshi bilishadi. Mana turishini qaranglar, bu konsolni. Ko'rinyaptimi kameraga yaxshi? Strogi dizayn, bez lishni qanaqa pribambaslarsiz. Rul bozorda chopga qilgan paytimda aytganman, hozir ham aytaman, rul agar
AMG o'zining ruli bor. Mana dutti mana bu yoqlari. Boshi shigarin turadi. Nima deysizlar? Mashina egasini olamiz, mashina olmaymizmi? Agar olamiz, proyekt qilamiz desak, bundan sizlarning yordamlaring kerak bo'ladi. Avvalambor kanalga obuna bo'lishdi va meni polni qo'llab-quvvatlasalaring, Xudo xolasa mashina olamiz. Sizlar bilan proyekt qilamiz. Proyekt xohlayman, чтобы tez bo'lishini, чтобы tayyor bo'lishini. Umuman olganda, yana bitta narsa, agar obunachim soni 100 mingtaga yetsa, Xudo xolasa niyat qilganman, hech qanaqadir podдержкасы, sponsor sifatida o'zim bitta addush sovg'am bor. Juda ham yaxshi katta sovg'a. Hali aytmayman. Obunachim 100 mingtaga yetsa, addush bitta sovg'am bor. Har bir 100 mingga ko'tarilgan paytimda bitta katta sovg'a qilaman. Imini obunachilar ichida. Addushi bu menga ana pul tashla, lotereya unaqa gap bo'lmaydi. Addushi Telegramda yoki YouTube'da primoy efirdami shu randomni bitta obunachiga addushi bitta yaxshi sovg'am bor. Faqat obunachim soni 50-100 mingtaga yetish kerak. Chunki bilasizlar, 100 mingtaga yetmaganicha sizga hech qanaqadir monetizatsiya, boshqa narsalar bo'lmaydi. Shuning uchun sizlardan maksimal bo'ladigan, xohlaydigan narsam kanalga obuna bo'lib, yaqinlaringizga maksimal ulashamiz. Maksimal darajada. Niyatlar bor. 120 lardan hali ko'proq syomka qilamiz. Toshkentlarda bor. Bitta narsani men sizlarga aytib qo'yayin, o'rtoqlar. Avtomobil bizlarda yaxshi kontentlar qilishimiz uchun siz juda ham populyarni bo'lishingiz kerak. Lekin boshqa davlatlarda siz ko'proq mashhur bo'lishingiz shart emas avtomobil syomka qilishingiz uchun. Lekin mana shu Mercedes 124 egalari Farhod akam, yana Suhrov akam bor, Farruh degan ukam bor, Zemlagam. Yana shunday bitta ikkita aka-ukalar bor. Alhamdulillah, mashinalarni berishadi. Shukur degan ukamiz ham bor. Lexuslarni syomka qilganman. Shukurjon, assalomu alaykum. Shunga o'xshagan aka-ukalarimiz bor. Kimdan-kim otlari esimdan chiqib ketgan bo'lsa, ming bor uzr. Tojikistondan aka-ukalarim bor. Usmonxo'ja, Sharif, Faridun, Jurayev bor. Короче, borgan paytim kutib olishadi. Tojikistonga aka-ukalarimga assalomu alaykum, barodar aziz deyman. Tojikiston Bapesh. Короче, meni nafaqat O'zbekistondan, Qirg'izistondan ko'rgan aka-ukalarim bor. Sizlarga alangalik assalomu alaykum. Jonlaring sog' bo'lsin. Qozog'istondan ko'radiganlar bor. Butun Yevropa, Rossiyadan, Amerikadan kuzatadiganlar bor ekan, Turkiyadan ko'radiganlar bor ekan. Hammalaringga mingdan-ming rahmat, jonlaring omon bo'lsin. Harakat qilamiz, Xudo xolasa kontentlarimiz tezroq chiqib turishiga. Bundan faqat sizlardan so'raydigan narsam, kanalga obuna bo'linglar. Obuna bo'lib turib, sizlar hech ketmaydi. Bitta obunani bosib qo'yasizlar. Videolarim chiqqan payt bir o'zlaringiz reaksiyalaringizni bildirasizlar. Like, dislike yoki qayergadir xatolik bo'lsa, insonimiz xatodan mustasno emasmiz. Shuning uchun xatolarni yozib qo'ysalaring, harakat qilamiz to'g'rilashga. Nima dedi? Sizlar meni aytadi. Meni borimcha to'g'ri qabul qiling deydi. Shuning uchun meni borimcha to'g'ri qabul qilasizlar. Men nima deydi? Kimlargadir o'xshashdi yoki kimlargadir taqqoslashni o'zim yomon ko'raman. O'zi har bir avtoblogerda o'zining xarakteri bor, o'zining yo'nalishi bor. Shuning uchun meni maksimal darajada to'g'ri tushungan holda videolarimni to'g'ri tushunib qabul qilasizlar. Ko'rganlar uchun jonlaring omon bo'lsin. Kimdan-kim yaxshi niyat qilgan bo'lsa, Mercedesmi, BMWmi, Audi'mi, kimlardir Toyota deydi, kimlardir boshqa mashina deydi. Men har doim sizlarga aka-ukalarimga, faqat o'zimga emas, men xohlardim, har doim har bitta videomga aytaman. O'zbekistonim ko'chalarida, mana qo'shni davlatlarga o'xshab aka-ukalarim BMWda yursin, Toyota'da yursin, Mercedesda yursin, mana yangi mashinalarda yursin. Faqat yaxshi mashinalar bilsin. Men shuni tilakdoshman. Aytishadi-ku, qachonki o'zingga xohlagan narsani boshqa birovga ilinlar ekansan, o'shandagina haqiqiy musulmon bo'lasan deydi. Shuning uchun imkon qadar niyatimiz xolis, hammaga yaxshilik xohlaymiz. Baribir BMWchilar, sizlar meni ko'rasizlar bilaman. Mercedes-Benz 124 именно легенда, Волчок отдельная легенда. Кто ценит настоящих машин, я вам респект, уважаю, сжимаю руки, короче. Bu mashinani fanati nafaqat O'zbekistonda, butun dunyo bo'yicha millionlar bor. Этих машин любят не только в Узбекистане нашим, да? По всему миру любят эту машину. Не только в Узбекистане, по всему миру. В Америке, Япония, везде. Вот почему она легенда. Вот mashina o'sha paytda insonlar uchun qilingan. Безопасность, качество, nimasi har taraflama, texnikasi. Keyin Mercedes o'ylab ko'radi. Bizlarga bunaqa buzilmaydigan mashina nima kerak dedi. Asta-asta keyin marketingga o'tib ketdi. Shuning uchun yangi mashinalardan minish kerak, lekin bu avtomobillar уже boshqacha avtomobillar. Shuning uchun men jiyanim meni faqat yuzim tushiryapti, lekin bitta narsa. Sizda operatorsiz faqat o'zi tushiradi deyapsizlar-ku. Endi to'g'ri mashinalarni tushiramiz albatta, lekin
Maqsadimiz lekin faqat avtomobil orqali o'zimizni brendimiz, o'zimizning face'imizni ham tanishishni xohlaymiz. Shuning uchun qayergadir yuzimiz operatorimiz ko'proq olib qo'ygan bo'lsa, bunga sal nima deydi? To'g'ri yondashishlarni so'rayman. Endi bizlar ham o'zimiz tanishishni xohlaymiz. Shuning uchun eng qizig'i mashinalar hamma narsasi ishlaydi. 89-yil lyuklari ekipajida ishlaydi. Tepaga ko'tariladi, orqaga ketadi. Bu mashina haqida soatlab gapirsa arziydi. Eng qizig'i mashinada vixlib qilinmagan. Men xohlardim agar vixlib bo'lganda hozir, lekin bu yerda bo'lmasdi. Chunki hozir chiroyli bir masjid yonida turibmiz. Uzuqimiz ko'chaga bo'lsam ko'rsatardik, lekin menga afsus ko'rsata olmaymiz. Vixlib qilinmagan. Maksimal tarqatinglar videoni, maksimal darajada qo'llab-quvvatlanglar. Shu agar 124 ta olib turib, aka oling, bosing, proyekt qiling desalaring, meni qo'llab-quvvatlanglar. Podpiska obuna bo'lishni unutmanglar. Bu gapni ko'p ishlatdim, lekin nima qilay, boshqa narsa iloji yo'q. Endi har bir videomga aytmasam, bitta videomga ko'rib aytib qo'ying. Men mana shu haqiqiy mashinani yaxshi ko'rganlar uchun. Jonlarga omon bo'lsin, keyingi obzorlar ko'rishguncha xayrlashmayman, sog' bo'linglar. Chiroyli mashina. To'g'risini aytinglar. Necha baho mashina edi? Hozir buni olganda bu endi gaplarni oxirida qo'ysak ham bo'ladi, o'rtasida qo'ysak ham bo'ladi. Mashinani uzoqdan turib Farhod aka bilan gaplashtiribmiz, mashinaga qarab turibman uzoqdan. Mana sizlarni xuddi mana bu kadrdan qochaman, sizlar просто tomosha qilinglar. Mashinani 89-yil o'rtoqlar. Qanaqa qilib mashinani yaxshi ko'rmaslik mumkin? Aytamiz-ku, dunyoda xunuk ayollarda o'zi yo'q. Har xil fokusdagi erkaklar bor deymiz-ku, lekin shunaqa ayollar bor, hamma erkaklarga yoqadi. Bu gapim uchun avvalo uzr, endi shunga taqqoslayman. Bu avtomobilim xuddi shunaqa. Bu avtomobil sevmay iloji yo'q. Bu однотипный, ana boshqa ko'rinishdagi ayollar bor. Endi shunda taqqoslab aytsa bo'lar. Biz erkakchimizku. Lekin bu mashinani ayollar yaxshi ko'rishi mumkin. Shunaqa ayollar bor, lekin hammaga birday yoqadi. Shunaqa avtomobillardan biri mana shu bo'ladi. Hozir uzoqdan qarab turib keta olmayman-da. Beroz olgan bo'larmiding? Misol uchun narxi $20,000 deylik, допустим. Arziydimi, arzimaydi? Nima deb o'ylaysiz? Ha, olarmiding $20,000 ga? Rostdan. O'ylamasdan. Malibu olmasding, ha? Malibu olmasding, shuni olarding, ha? Lekin bu Malibudan tez emas, lekin ozmash turishida. Agar Malibu bilan qo'ysa, sen buni tanlarding, ha? Kimlardir Malibu deyishi mumkin. Kimlardir Mercedes deyishi mumkin. Kommentariyga yozib qo'yinglar. Mercedes yoki Malibu. Endi Malibu bilan ikkalasini yashirib bo'lmaydi. Bu Malibu qayerda, Mercedes qayerda, o'rtoqlar. Endi xayrlashamizmi yo'qmi? Yo mashinani tomosha qilamizmi yani? O'rtoqlar. Bu mashinani olamiz. Faqat sizlar yordamlaringdan maksimal darajada qo'llab-quvvatlanglar. Videoni yaqinlarga jo'natinglar. Bu mashinani olamiz. Sochimga o'xshab buni ham rangi anaqa seriku, men sochim oq-qora seriku. Shu mashinaning rangini original qoldiramiz, xudo xolasa. Proyekt bo'lgan taqdirda ham, valchuk bo'lgan taqdirda ham mana shu svet qoladi. Ana shorts video qo'yganman, ko'rgan bo'lsangiz limited edition. Imенно mana shu limited edition qilib, xudo xolasa buni tayyorlaymiz. Faqat sizlardan maksimal darajada, bizlardan sabr avvalambor. Nima deylik? Shuning uchun qo'llab-quvvatlanglar avvalambor. Proyekt qilamiz, xudo xolasa. Imенно valchukda двойной vixlib bo'lmaydi, bilsalaring, buni vixlib отдельно bo'ladi. Hozir agar stok holatda, buni hozir birinchi proyektdan oldin o'zimizda ideyalar bor. Bu avvalambor sir bo'lib qoladi. Shuning uchun kuzatishda davom etinglar. Podpiska, obuna bo'lishni hech qachon unutmaymiz. Men uchun emas, отдельно Mercedes-Benz uchun alohida bitta like yaqinaga jo'natamiz.